3 sekundda 100 ga chiqadigan mashinamiz keldi. Zikr XU. Bitta obzor qilib beraman, ko'ringlar, mashinani faqat tomosha qilinglar. Mashinamiz 2023 oxirida 24 minilgan. Zapas xoti 560 ming deyilgan. Yumshoq balonlar qo'yib qo'ygan. Mana uni qarang endi. Ana. Mashinani qarang endi, tomosha qiling, ichlari bilan. Mashinamiz o'zi yopiladi, o'zi ochiladi, oshna. Mana uni qara. Nima deysan? Zikr XU. Zapas xodi 360 560 yozilgan ekan. Pensioner bilan xullas 450 yuryapti ekan. Mashina vobshe mashina boru. Qaysinga o'xshatishni bilmaysan. Bismillahirrohmanirrohim. Mana ichlarini qarang, mana uni qarang. Mana bu torpedani mayoqqa qilsang yurar ekan. Yur endi. Xullas, mana shu mashinada men barlar ichilar ekan. Eng full nimasida ekan. Qarang, nima qiluvda eshiklar yopilgandan keyin aytmoqchi nima qilar ekan. Harakat qilar ekan. Xullas, mashinamizning narxi 33 mingga beriladi. 14 ming yurgan 23, atak 24 minilgan. Kimga qiziqarli bo'lsa, nomerni yozib qo'yaman egasinikini. Bemalol telefon qilaverasizlar. Zikr so'ragan aka-ukalarga jo'natib qo'yasizlar. Mashinani yomoni keldi ammo.